Avvalo, siz savdo hisobingizdan broker hamyoningizga pul yechib olishingiz kerak. Buning uchun biz tarjima bo'limiga o'tamiz. Bu yerda biz savdo qilgan hisobni tanlaymiz va summani yozamiz. Yo'nalishni o'zgartiring va tarjima tugmasini bosing. Asosiy sahifaga qaytish. Biz mablag'larni olishni tanlaymiz. Biz pul yechib olish miqdorini yozamiz. Va biz kripto o'tkazmasini tanlaymiz. Kripto hamyoniga o'tkazmani amalga oshiramiz. Yuqori qismida pul yechib olishni tanlaymiz. Siz kripto tarmog'ini tanlashingiz kerak. Men TIRS 20 tarmog'ini tanlayman. Pastki qismda ushbu maydonga hamyoningiz manzilini kiriting. Men Bybitga o'tmoqdaman. Men aktivlarga kiraman. Men depozitni tanlayman. Kriptovalyutani depozit qilaman. Yuqoridan ustini tanlang. Biz mutlaqo bir xil TIRS 20 tarmog'ini tanlaymiz. Xo'sh, mana bizning hamyon manzilimiz. Tarmoqlarimiz mos kelishini tekshirishimiz kerak. Va biz chekinishni tanlaymiz. Qoidalarga ko'ra, pulni olish 24 soat davom etadi, lekin ko'pincha u 2 soat ichida yetib keladi.